Dubay bu, Dubay. Bir tomonda lider maktabimiz, bir tomonda Mehrjon bog'cha. Nima kerak bo'lsa farzandlaringiz uchun, u tomonda Ahmadxon sport kompleksi. Shu hududdan juda ham chiroyli xonadonimiz sotuvga chiqyapti. 160 kvadrat. Hozir ko'rsatamiz. Akalar, atmosferani ko'ringlar. Sizlarga nima kerak bo'lsa, yonginalaringda ko'rsatib yuboramiz. Yoshlar to'yxonasi, moyka, Marvarid supermarketi bu tomonimizda. Prezidentskiy mahalla deyshadi buni. Mana maktab. Mana bu Mehrjon bog'chamiz. Tashitdan xot bo'ladi. Mana shu xonadonimizga kirgani. Mashinada u tomondan kiradigan xotlari bor. Hozir ko'rsataman u tomonni ham. Bu yerdan chiqib turgan toza havoni qarang. Hozir endi xonadonimizni ko'rsataman. Mana bu xonadonimiz bo'ladi. Mana shu burchak. Birinchi etaj 80 kvadrat, podvali ham 80 kvadrat, общий 160 kvadrat. Bitta oynaga bu tomonga qaragan, bitta oynaga bu tomonga qaragan. 58500 deyishyapti, sunnatiga o'tib beriladi. Bu tomonimiz Muborak to'yxonadan kelish, bu tomonimiz Oq oltinni kurugidan kelish. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol baraka qilsalaring bo'ladi.